Evet. Voy. Direktor eshitadi, muhokama qilmaydi. Hop. Ya ochib pastaraysiz. Esingizda bo'lsa, men kasalman deb 3 kun kelmadim-ku. Bolalar bilan kompyuterxonada o'tirdim o'shanda. Ertalab Har kunmi? har kuni 3 kunmi? 3 kun hammasi bo'lgan. Polniy sostav yig'ilgan. Polniy sostav yig'ilgan. Saloq yetdi. Mustavo ishtaman dedi, adasini kela olmaydi. Men buni o'tirgan kompyuterxonada. Yolg'on gapirib. Yo, 3 kun nima qildingiz kompyuterxonada? Ertalabdan kechgacha. Yo'q, boshida praktik qildik, keyin polniy praktik qilganmiz. Az praktik qilganmiz. Asabingizni kirib oldi-yu. Yaxshi ishlaydi. Muhokama qildik. Bu joyga maktabdan keyin aylanishga borib kechgacha qolib ketsak, ota-onalar qat'iy deyil desa, avtonomani krayning qilib yuborganmiz. Вот почему были вот эти конфликты с родителями. Eng qizig'i siz chun aytangiz, bir marta bo'lgan. Oldindan yetardim, qizlarni cho'qish kerak man. Tashmadinglar sen bormi? Okey. Har kuni kech qolaman-ku, soat 11, 11:30, 10 qilib kelaman-ku. Poliklinikaga o'tib kelaman deysiz. Lekin uxlab kelayotgan bo'laman. Men sezardim. Nima? O'shancha telefonni baqirardim. Poliklinikada bo'lsangiz ham. Har kun arib uyalasiz. Endi Har kun. uyqudan kech bo'lmaydi.